Avvalo hammaga assalomu alaykum. Men ixtisoslashtirilgan maktabning 8-sinf o'quvchisiman va bugun mukammallik eng katta yolg'on mavzusida nutq so'zlamoqchiman. Xo'p, hamma mukammal bo'lishga harakat qiladi, lekin bu haqiqatdan ham sizga kerak. Ichimizdagi taqqoslash. Biz o'zimizni doim boshqalar bilan solishtiramiz. Kimdir chiroyliroq, kimdir idealroq, kimdir muvaffaqiyatliroq, kimdir esa o'qimishliroq tuyulishi mumkin. Va asta-sekin o'zimizni kamroq deb his qila boshlaymiz. Ya'ni biz boshqalarning oldida o'zimizni bilimsizroq, muvaffaqiyatsizroq yoki buniyroq his qilishimiz ham mumkin. Ideal hayot soxtasi. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma narsa mukammal ko'rinadi. Hattoki atrofimizdagi olamda ham insonlar juda muvaffaqiyatli, baxtli, har xil joylarga sayohat qilishadi, ko'plab kitoblar o'qishadi, har xil yutuqlarga erishishadi, chiroyli joylarda bo'lishadi va baxtli lahzalarni ham qo'yishadi. Ammo bu hayotning faqat tanlangan qismlari xolos. Xo'p. Mukammallikka intilishning oxiri yo'q. Har doim yana kimdir yaxshiroq bo'ladi. Bu esa odamni charchatadi. Ya'ni biz shuni bilishimiz kerakki, ijtimoiy tarmoqlardagi hayot bu biz o'ylaganchalik ideal emas. Biz shunchaki ularni o'zimizni tasavvurimizda ideal tarzda yaratishimiz oqibatida biz o'zimizni yerga urishimiz mumkin. Lekin shuni bilishimiz kerakki, hech bir inson hayoti ideal emas va ideallikka intilishning oxiri yo'q. Ya'ni shuni aytmoqchimanki, biz ularga qarab o'zimizni past his qilishimiz, o'zimizni yerga urishimiz kerak emas. Har bir hayotning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Va agar biror inson sizning yoshingizda bo'lib, sizdan ko'proq yutuqlarga erishsa yoki sizdan ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lsa, buning davomida shunga yarasha yo'l yotgan bo'lishi mumkin. Siz u erishgan yutuqlarga erishmadingiz degani siz yomonsiz degani emas. Har bir insonning o'z hayot yo'li bor va har bir inson bu yo'ldan bosib o'tadi va o'z vaqti bilan muvaffaqiyatga ham erishadi. Xo'p. Haqiqiy hayot qanday? Haqiqiy hayot mukammal emas. U ba'zida chalkash, ba'zida qiyin, ba'zida orqali, ba'zida esa muvaffaqiyatlarga to'la. Lekin aynan shuning uchun ham u haqiqiy va tirik. Asl haqiqat. Siz mukammal bo'lishingiz shart emas. Chunki mukammallik mavjud bo'lmagan standart. Sizning haqiqiyligingiz, his-tuyg'ularingiz, hatto xatolaringiz ham sizni noyob qiladi. Va aynan shu narsa sizning eng katta kuchingizdir. Ya'ni shuni bilishimiz kerakki, biz mukammallikka intilmasdan faqat o'zligimizga intilishimiz kerak va boshqalarga o'xshashga harakat qilib, o'zligimizni unutib qo'ymasligimiz kerak deb hisoblayman. Xulosa qilib aytganda, bugun biz mukammallikka yetishishga harakat qilib, o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Bizning nazarimizda boshqalar ideal bo'lishi mumkin, chiroyli bo'lishi mumkin, lekin shuni bilishimiz kerakki, biz ham boshqalarning ko'zida ideal bo'lishimiz mumkin va birinchi navbatda bu hisdan qutulish uchun shukronalik hissini his qilishimiz kerak, o'zimizga berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak va o'zimizni yo'limizda davom etishimiz kerak. Boshqalarga o'xshashga urinib, o'zimizni kim ekanligimizni unutmaymiz. Lekin haqiqat juda oddiy. Xo'p, haqiqiy kuch bu o'zingizni yashirmaslikda, o'zingizni boshqalar bilan solishtirmaslikda va o'zingizni qanday xohlasangiz shundayligicha qabul qilishda. Chunki oxir-oqibat bu hayotda eng muhim narsa mukammal bo'lish emas. Bu insonning o'zligini his qilishi va o'zligida qolishi. Bu narsalar ko'pincha insonda shu ijtimoiy tarmoqlarda va haqiqiy hayotda ko'rinish jihatdan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz boshqalarni ideal tarzda ko'rishimiz mumkin, kimdir ko'zi chiroyli bo'lishi mumkin, kimdir bo'yi uzun bo'lishi mumkin va biz ularni juda ham ideal, juda ham chiroyli deb his qilishimiz mumkin. Lekin bir fakt bor, insonlar boshqalarga o'z o'ylaganidan 40% ko'proq chiroyli ko'rinadi. Ya'ni sizga katta bo'lib ko'rinayotgan muammolar va o'zlaringizdagi kamchiliklar boshqalar uchun juda ham chiroyli va umuman sizning kamchiliklaringiz ko'rinmasligi mumkin. Va shuni bilishingizni istardimki, hammani o'ziga yarasha chiroyi, hammani o'ziga yarasha hayot yo'li va qiyinchilik, muvaffaqiyatlari bor. Hech kimning hayoti ideal emas va o'zingizni boshqalar bilan taqqoslab yerga urishingiz ham xato narsa deb hisoblayman. Eng muhim narsa boya aytganimdek, o'zligingizda qolish va o'zingizni tan olish. E'tiboringiz